Biz reklama xizmatlarini mutlaqo bepul qilmoqdamiz. Sizlarning sharofatinglar bilan bugun Bekzo'r Market 70 mingta bo'ldi. Qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun sizlarga kattakon rahmat. Fursatdan foydalanib, shu 70 mingta bo'lganimiz munosabati bilan biz reklama xizmatlarini mutlaqo bepul qilmoqdamiz. Bu videoni tadbirkor tanishingizga yuborib qo'ying, manfaatli bo'ladi. Reklama xizmatini qanaqa qabul qilamiz? Reklama xizmatini o'zingizning profilingizga, istoriyaga joylaysiz va bizni atmetga qilib qo'yasiz. Ana o'shanda biz qabul qilamiz, istoriyamizga joylanadi. Mutlaqo bepul, bemalol reklama xizmatinglar bo'lsa bo'ldi. Faqatgina reklama yolg'on bo'lmasin, noqonuniy bo'lmasin, insonlarga zarari tegadigan mahsulot ham bo'lmasin. Xohlagan reklamalarni berishinglar mumkin. Uy joy deysizmi, mashina deysizmi, oziq ovqat deysizmi, ichimlik deysizmi, spirtli ichimliklar mumkin emas. Bizlar ko'ramiz, reklama xizmati agar qonun doirasida to'g'ri keladigan bo'lsa, istoriyamizga albatta mutlaqo bepul joylashtirib beramiz. Barchasi sizlarning sharofatinglar bilan bo'lyapti. Sizlarga kattakon rahmat. Bu reklama xizmatimiz, xudo xohlasa 100 mingta bo'lgunimizcha mutlaqo bepul. Barcha tadbirkor tanishlarga yuborib qo'ying mana shu videoni, manfaatli bo'ladi. Kimdir uyi bor, sotolmayotgan bo'layotgan bo'lishi mumkin. Kimdir mashinasi bor, kimdir magazini bor, oldi-sotdi bo'yicha ham ma'lumot e'lonlarni ham qo'yib boramiz. Bizlarni kuzatishda davom etinglar, sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Qo'llab-quvvatlab turganinglar uchun kattakon rahmat. Sog' bo'linglar.